300 million dedoksdan chiqaraveryapman. 1% налоги bo'ladi. Keyin ularni olgandan keyin o'zingiz bemalol qolgan ish. Xuddi shunaqa yana shu faktura tashib. Nodir aka. Hosiming hozir qaytib qoraman. Nima voqma, nima panika ish qilyapman-u? Ana kungi santexnikingiz vashchi yomon ekan. Hali ham suv ketmayapti. Yana rakvinaga ovqat ag'dardingmi? Yo'q. Kesangi zo'r narsa o'rgatib qo'yaman. Qara, ovqat qoldiqlarini to'kmoqchi bo'lsang, mashinchi palga senga yetadi. Agar choy eshamasini to'kmoqchi bo'lsang, ozgina salfetka yetib ortadi. Agar sen skоворodkada yog'larni to'kmoqchi bo'lsang, mana shu stretchi o'zi yetib ortadi. Qanaqa qilib ishlataman? Agar ovqat qoldiqlarini to'kishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, oldin palgani mana shunday qo'yamiz va teshikchalar hosil qilganimizdan keyin bemalol ovqat qoldiqlarini o'sha yerga xayrlashish uchun qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ehtiyotkorlik bilan uni yig'ishtirib olamiz, axlat chelakka quruqqina qilib tashlaymiz. Agar choy shamasini to'kishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'sha joyga xuddi shunaqa qilib oldin oddiygina bumajniy polotentsa qo'yib olasiz va ish tamom, masala hal. Agar yog'li idishlarni yog'idan qutqarmoqchi bo'lsangiz, unda shunchaki strechdan foydalanasiz va yog'ni qo'yib bo'lganingizdan so'ng xuddi shunaqa ehtiyotkorlik bilan uni kapsula holatida yig'ib olasiz va bu kapsula hech qayerni yog' qilmaydi va sizga xalaqit bermaydi. Bemalol foydalanasiz. Juni! Vau, shuncha narsani qayerdan bilasiz? Angardan. Siz ham obuna bo'ling va undan ham zo'r layfhaklarni o'rganing.